Go'dak qizalog'imiz murojaat qilgan. Ushbu murojaatga bee'tibor bo'lmasdan yordam berishingizni so'rab qolardim. Va do'stlar, sizlardan so'rardimki, ushbu videoni maksimal darajada Mirziyoyevning Instagram akkauntiga atletika qilgan holda jo'natib qo'yishlaringizni so'rardim. Lekin hurmatli prezidentim, men sizni iroda qilizman. Andijondagi milisalaringiz ikkinchisi bor opami. Ayamiz, qo'llari ishlanmaydigan ayami, tog'ami, do'mbami, opami 5 kishini qamab qo'yishdi. Men hech kimim yo'q. 1,5 oydan beri qattiq yeyapman. Ovqat yeyotganim yo'q. Menga yordam bering. Buvam, ayam hech narsa qilishgani yo'q. Dadam ham yo'q. 1,5 oydan beri ayam bilan ko'rishmayapman. O'zingiz yordam bering. Men ham sizni qizingizman-ku. Ana shu norasida go'dakda prezidentgacha murojaat qilishga majbur qilgan ichki ishlar xodimlari, qonun himoyachilari, agar shu norasida go'dakni himoya qilisholmasang, bizga sanlarda nimaga keraging bor? Bu go'dakning nolasi tog'dek kelgan muzda eritib yuboradigan darajada har bitta ko'ngilga eritib, har bitta ko'zlarga yosh keltirib yuboradigan nola, nahotki sanlarda rahmingni keltirmaydi? Nahotki sanlarda farzandlaring yo'q? Nahotki sanlarga bu narsa qaytib kelmaydi ertami kechmi? Ushbu go'dak qizimizga kimki mas'ul bo'lsa, iltimos bizga murojaat qilishlaringizni so'rab qolardik. Sizlarga qo'limizdan kelganicha moddiy taraflama yordam berishga harakat qilamiz. Do'stlar, sizlardan iltimos qilardimki, ushbu qizning nolasi shunchaki qolib ketmasin. Maksimal darajada tarqataylik, yetib borsa yetadigan joyiga.